Assalomu alaykum. Vodiylik dehqon bola kanali a'zolari. Hammalaringga bugungi kun xayrli, barokatli bo'lsin. Hammalaringni qilayotgan ishlaring, kasb-korlaring, dehqonchilik, tijorat ziroatlaringga Alloh baraka bersin. Qadrli do'stlar, bugun hafta kuniga yakshanba. Bir-ikki kishi telefon qilib, pistalarning holatini ko'rsating, pista qanaqa bo'ldi deganda, shunga bitta video qilay dedim. Tongdan. Inshaalloh mana shu pista. O'sha aytganimdek uzumga o'xshab soladi mana. Ko'ringlar. Uzumga o'xshab qizarib pishadi, bodomga o'xshab pishadi, archiladi, o'sha yorilgan holatda bo'ladi. Bizniki kalibrini ham ko'ringlar, ko'chadagi oddiy pistadan sal yirikroq bo'ladi. Mana xudo xolisa hozir aprel oyida turibmiz. Yirikligini qarang mana. Anchagina yirik. Bemalol o'sha Eronning pistalariga tenglasha oladi. Mana.